Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. 25-avgust kuni amalda bo'ladigan valyutalar kursi bilan tanishing. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. AnjirPay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzcard va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. AnjirPay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. 1 AQSh dollari 11.818 so'm 7 tiyin bo'lib 35 so'm 48 tiyinga arzonladi. 1 yevro kursi 13.788 so'm 14 tiyin bo'lib 81 so'm 70 tiyinga arzonladi. 1 Rossiya rubli 141 so'm 69 tiyin bo'lib 17 tiyinga arzonladi. 1 qozoq tengesi 25 so'm 84 tiyin bo'lib 3 tiyinga qimmatladi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba Markaziy bank.